Ikkinchi savolimiz, DNK zanjiridagi jami nukleidlar 200 dan tashkil etsa, ulardan 25 tasi guanin bo'lsa, vodorod bog'lar sonini aniqlang. Demak, bizda jami nukleidlarning soni 200 ta, guaninlar esa 25 ta. Va bizdan vodorod bog'lar sonini so'ralyapti. Vodorod bog'lar. Buni ishlashning ikkita usuli bor. Birinchisi hamma biladigan usul, oldin shundan ketamiz. Demak, bizda guaninlar 25 ta bo'lgandan keyin sitozinlar ham 25 ta bo'ladi. Shunda guanin va sitozinlar yig'indisini umumiy nukleidlar yig'indisidan ayirganimizda bizda adenin va timin yig'indisi kelib chiqadi. Bu qanday bo'ladi? Demak, mana bu yerga birinchi ish 200 dan ayiramiz. Mana bu guanin va sitozin yig'indisi 50 ni. Shunda bizda 150 hosil bo'ladi. 150 bu ikkalasining yig'indisi edi, 75 dan. Demak, ikkalasi 75 dan bo'lgan ekan. Endi ikkinchi ishimiz vodorod bog'lar sonini topib qo'yamiz. Demak, adenin yoki timinni 2 ga ko'paytiramiz. Guanin yoki sitozinni 25 ni 3 ga ko'paytiramiz. Va qo'shib qo'yganimizda bizda vodorod bog'lar soni kelib chiqadi. Bu 225 demak. Demak, to'g'ri javobimiz 225 ekan. Endi ikkinchi usulni o'rgataman. Bu juda ham sodda usul. Demak, bizda umumiy vodorod bog'lar, umumiy nukleidlar soni ma'lum va bunga biz guanin yoki sitozinlar sonini qo'shib qo'yganimizda umumiy vodorod bog'lar soni kelib chiqar edi. Bizda guaninlar soni ma'lum. Demak, 200 ga shunchaga qo'shib qo'yamiz guaninlar sonini 25 ni. Bizda 225 kelib chiqdi. Bu to'g'ri javob. Qaysi biri qulay bo'lsa, shu usulda ishlashingiz mumkin. Demak, to'g'ri javobimiz 225 ekan. A javobi.